Mana bu apparat O'zbekistonga ketdi. Ya'ni juda ko'p odamlar operatsiya orqali belidagi grija, bo'ynidagi grija, juda ham ko'p holatlarda insonda uchraydigan grijalarni oldini olishga, davolashga, og'riqlarni kamaytirishga juda ko'p holatlarda yordam berar ekan. O'shanga hozir Komil akani oldilariga keldik. Mana bu akamiz как раз patsient olayotgan ekan. Aka, nechinchi marta bu protsedurani olyapsiz? Aka, nechinchisi bu? Uchinchisi. Uchinchisi. Aka, natijalar, rezultatlar qanaqa? Nimalar his qildingiz o'zingizda? Birinchi kunda o'zidayoq men qanaqadir og'riqlar kamayganini sezdim. Keyin bellarim qotib qolishi bo'lardi o'tirganimda. Bu o'sha jarayonlar ancha kamaydi. Menimcha shu grijam 5 millimetrlik grijam o'sha menimcha ancha kamaydi deb o'ylayman. So'rilib ketdi. Bu bezovta qilardi, ya'ni bilmayman, lekin hozir deyarli o'sha grijangiz bor, yo'q sezmayapsiz. Da, u juda og'riq kam, yo'q tashxisi bo'ladi. Meditsinada rezorb degan narsa borda. Grija o'zi so'rilishi kerak-da. Grija so'rilish uchun biz organizmda o'sha sharoitni yaratib berishimiz kerak. Bu protseduramiz ham og'riqni kamaytirib, yalg'lanishlarni yaxshi ketkazganlik hisobiga inshaalloh grija so'rilishiga yaxshi yordam beradi. Yordam beradi. Bu qanaqa qizdirib, nima qilib so'rilishga yordam beradi, to'g'rimi? O'zi tibbiy foydalarni oladigan bo'lsak, bu apparatda og'riqlarni kamaytiradi. Nimani hisobiga? Lazer nurlari og'riq impulslarini bloklab, tezda yengillik beradi. Undan tashqari yallig'lanishga qarshi xususiyati bor. Shish bo'ladimi, qizarish, yallig'lanishlarni ham kamaytiradi. Tiklanishni tezlashtiradi. Mikrofon aylanish va limfa oqimini yaxshilagan hisobiga to'qimalarning tezroq tiklanishiga ham yordam berib, hujayra almashuvini faollashtirib, regeneratsiyani tezlashtiradi. Bo'ldi. Aka, demak, bemalol berida, bo'ynida juda ko'p holatlarda grijasi borlar sizga murojaat qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Iloji bo'lsa, sveji MRT bilan kelsa, sveji deganda 3 oylik bo'lsa yaxshi. Birinchi MRTni ko'ramiz, shunga qarab programma tuziladi, kurs lecheniya. Qaysi apparat bilan ishlashimiz. Qaysi tur holatda, qaysi tur apparatimiz har kuni qo'yilsa, qaysi tur apparatimiz kunora qo'yilishi ham mumkin. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib kelaverasizlar.